mezilik. Sel durup 9'luk, yok 10'luk kavap yeymen. Çidiyamıdım, oval birzlik yep durayçu. Kavap? Yönü sen bu. Aslında bir hep olgan da, yani görüşüp kaldık. Qaraganda işkimiz yaxshi dostlardan o'xshaymiz. Sen dostum emas, sen şadlıq qoruqimizning düşməni. Biz rast yaxshi do'st. Bo'lmasa meni qandaq taniydi? Bu gaping o'rinliqda qiladi. Biz rast yaxshi do'st. Bo'lmasa meni qandaq taniysan? Dinozavr polvon, menga seni ko'rgan zaman aytishimni degan. Sen to'xtab tur ha, men dinozavr polvonga deb qo'yay. Sana hozirlik kavap ekilib berdi. Can kavapdan muhim. Tez qochay. Xo'jayin yengashning purg'i nima degan sesiq birovni puraverib zaharlanadigan bo'ldi. Bu degan taqdir. Har qatimliq tamoq yeyish biz uchun bir sinoqda. Kavapning mezilik purg'i. Kavap. Purmay, endi purmay. Ne degan mezilik? Hamoqat! Kavap! Sen bayağı acayip kavap yap kettin-ku. Xo'jayin, Shadliq qo'riqidagi toshqalar dalada kavap yeb o'tibdi. Yana bir ishla desam bo'ladimi? Tezda. Siz uzun turib qolgan go'sht yeyishga amroq. Biz bo'lsak uzun turib qolmagan go'sht yeyishga, bo'libmi kavap yeyishga bek amroq. Go'shtim uzun turib qolgan qamag'an deb ayirib ketganini yemisang yo'qol. Berib kavapingni ye. Senlarni ko'zim ko'msin tez yo'qilish. Ma'qul xo'jayin. Uzun turib qolgan go'sht, purab qolgan go'sht yeyishga amroq deb ketganini. Go'sht degan purab qolgan seri mezilik yeyishlik bo'ladi-da. Nima degan mezilik? Kavapning mezilik purqi xiyoliy tuyg'u paydo qiladi. Mana bu kavapning sehri kuchi. Menmi borman, meni tashlab qo'ymanglar. Sen diq ketmaganmiding? Bo'ysan kavap ekaganda nega ketgan eding? Behi polvonkan-ku bu. Men seni izlayotgan. Qara, ikki do'stimni boshlab keldim. Bulbul, sen nimish qora kiyim kiyib olding? Men bersi mening g'aybitimni qilib etibdi. Sinchilab qarasam behigan. Asli bulbul emas, yangi mehmonkanda. To'xtab turinglar, men berib dinozavr polvonqiday. Ay, demasangmi bo'ladi? Biz dinozavr polvon bilan ko'rishib bo'ldik. Sizlar ko'rishganinglar bilan men texi demidim-da. Amal yo'q. O ashundoq. Qachayli. Dinozavr chiqib keldi. Hamoqat qo'yib. Meni tashlab qochqichi bo'lmanglar, hargiz aldanmayman. Avval bizni qo'yib. Billa qachayli. Bu gaping bo'ladi. Meni aldandek bo'ldingmi? Aldığanqa qo'yaman ha. Dinozavr polvon o mening do'stim. Hamoqat yo'q. Seni ya taklif qilmasak nima deb kelding? Dinozavr seni ko'rsamda qo'yim tutib qoladi. Adivingni bergim keladi. Ular nimish qo'rishidi? Qanikilar, urushmanglar, men berib o't qo'shqiday. Ular eski bir nimalar. Boshqa chaqirib kelmasangmi, men ulardan qo'rqib qolmayman. Amsa uni chaqirmaysan, u yordamlashay.
Qaraganda sen rost eskikansan, daraxtni qumurib etding. Nimaga aytding? Tez bo'l, endi sen chiq. Tangriga shukr. Sen nima qilyapsan? Men daraxtga yomishib chiqib soxta bulbulni tutdim-man. Umi eski. Sen yomishib chiqqach u uchib ketdi. Bo'lmaydi, men uni tutdim-man. Umi eskikan. Bo'ladi. Bir chet turib tur, men tutay. Bo'ldi qala. Dinozavrchaq meni urmasa, sening urug'ing kelyapti. Dinozavrchaq nega ketdi? Dinozavr nochi bo'lsa kela. Dinozavr polvon. Birsi orqangdan urg'ili keldi. Qara. Sen yolg'on aytibsan. Sen do'stim emaskansan. Yolg'on aytibsan. O'g'lima, u qichib ketdi. U meni aldabdi. Chiqa, aldamchi, tez chiq. Nima degan mezlik-a? Chiqinglar, keldinglarmi? Bek o'xshidi. Qovib yemsa. Nochi bo'lsang kela. Bek o'xshabdi. Yemsizlar. Kavop nima degan mezlik? Kavop yeymiz. Erkek qo'yning kopi, shadliq qo'ruqining kopi. Qovib pishdi. Men utturdim, so'ng qovib. Turdingmi, ha?